Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 7-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 2-7 daraja, kunduz kuni 20-25 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 5-10 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 20-25 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 23-28 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 8-13 daraja, kunduz kuni 20-25 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'lib, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor.